Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uyg'ur Qurultayı tor televiziyasining kunli xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunli xabarlar programmamızning təfsilatida bo'lsin. Dünya Uyg'ur Qurultayı, Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik gruppasi, Yaponiya Uyg'ur jamiyati, Xalqaro parlamentarlar birligi, Xitoydagi kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlarini tekshirish parlamentarlar birligi qatorliq o'rinlar tarafidan bu yil 10-oyning 30-kunidan 31-kunigacha Yaponiya parlamentida o'tkaziladigan Xalqaro Uyg'ur munbiri Yer shari parlamentarlar yig'ini nomli zo'r tipdagi muhokama yig'inining tayyorlik xizmatlari oxirgi bosqichga qadam qo'ydi. Qurultay Mərkəzi İşxanasının stansiyamızga bildirişçə, məzkur yığınğa Avropa parlamentinin a'zolari, Avropa birligiga a'zo davlatlarning parlament a'zolari, Angliya, Irlandiya, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Yangi Zelandiya, Malayziya va Turkiya parlamentining a'zolaridan bo'lib 39 parlamentdan 100 nafar yaqin avam va kengash palata a'zosi taklif qilingan. Bularning asosli qismi Avropa parlamenti va bir qism davlatlarning parlamentlarida qurilgan Uyg'ur do'stlik gruppasining a'zolaridan tashkil topgan. Bu muhojirat tariximizda tunji qatim chaqirilayotgan Uyg'ur masalasi bo'yicha xalqaro parlamentarlar yig'ini bo'lib hisoblanadi va mazkur yig'inning ko'lami intayin zo'r. 2021 yılı 11 ayda Çexiyada çağırılgan 7. navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayından keyin Qurultay rahbarlik heyeti har qaysi ellardagi Uyg'urlarni qo'llayotgan parlament a'zolarining qatnashishida Uyg'urlar masalasi haqida xalqaro parlamentarlar yig'ini o'tkazish haqida maxsus qaror olgan va Qurultay Mərkəzi İşxanasiga har qaysi parlamentlar bilan Qurultay o'rtasidagi munosabatlarni saqlaydigan maxsus bir chet ellik kasbiy xodim butun kunlik xizmatga qabul qilinib, mazkur xalqaro yig'inning tayyorlik xizmatlari rasmiy boshlangan edi. Qurultay Mərkəzi İşxanasining bildirishicha, mazkur yig'in bilan birlikda yana Tokioda Dünya Uyg'ur Qurultayı ijroiya komitetining kengaytirilgan yig'ini chaqirildi. Shuning uchun bu qatimki yig'inga Qurultay ijroiya komitetining barliq a'zolari, Qurultay tarkibidagi Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari, Qurultay bilan hamkorlashayotgan Uyg'ur tashkilotlarining asosli rahbarlari taklif qilingan. Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarni qanday to'sib qilish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday qilib texmi ko'p parlamentlarga qabul qildirish, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan chegara halqan bostirish siyosatiga qanday taqobil turish, Uyg'ur majburiy emgakini qanday to'sib qilish, bu jihatlarda xalqaro organlarni va hukumatlarni qanday safarbarlikka keltirish, Qurultay tarafidan Xitoyga va Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga ham majburiy emgak tuzumiga sherik bo'layotgan chet el hukumatlari va shirkatlari ustidan boshlangan qonuniy harakatning ko'lamini qanday kengaytirish qatorliq zo'r masalalar nuqtaliq muzokara temiz qilinadigan mazkur yig'inga yana xalqarada tanilgan qonunshunoslar, advokatlar, Uyg'urlar masalasi haqida tadqiqot ilib berayotgan chet ellik mutaxassislar, siyosiyonlar, diplomatlar va jurnalistlardan bo'lib ko'p sonli kishi taklif qilingan. Dakka munbiri gazetining xabar qilishicha, Xitoyning davlat bayrami bo'lgan 1-oktyabr kuni Bangladeshdagi musulmonlar Uyg'ur musulmonlari uchun haq adolat talab qilib namoyish qilgan. Xabarda aytilishicha, Xitoydagi Uyg'urlar davomli bostirishga uchrayotgan, xalqarada buningga qarshi tanqidlar davomlashayotgan vaziyatda Bangladeshdagi Ulamo Mashayix Farishot tashkiloti Dakkadagi Baytul Mukarram jamiyasining atrofida 300 kishilik cho'ng namoyish tashkillab, Xitoydan bu bostirishni to'xtatishni talab qilgan. Mazkur namoyishga Ulamo Mashayix Farishot tashkilotining raisi Biloyat Husayn Al-Ferozi, katibi mufti Asadullah Zakir qatorliqlar qatnashgan bo'lib, ular namoyish qilgan so'zida dunyo musulmonlari va boshqa cho'ng davlatlarga xitob qilib, Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan vahshiyona qilmishlarini to'sishga chaqirgan. Dünya Uyg'ur Qurultayıning raisi Dolqun Isa apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida 160 milliondan ortiq musulmon yashaydigan va dunyo musulmonlarining soni eng ko'p davlatlarning biri hisoblangan Bangladeshdagi musulmon qarindoshlarimizning Xitoyning Uyg'urlarga silayotgan zulmiga qarshi namoyish o'tkazish orqali o'zlarining Uyg'ur qarindoshlariga bo'lgan qo'llashini namoyon qilganligidan cheksiz suyunganligini ifoda qilish bilan birga, buningdan ilgirmi Bangladeshdagi musulmon qarindoshlarimizning Uyg'urlarni qo'llab Xitoy qarshi namoyish ilib borganligini, boshqa musulmon davlatlari xalqlarining Bangladeshdagi musulmon qarindoshlarimizdan ulgilib, Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikka qarshi harakatga o'tishni umid qilganligini bildirdi. Angliya Loteriya to'ri bekitining 3-oktyabr kuni xabar qilishicha, 2023 yillik Nobel tinchlik mukofoti nomzodlari ichida Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy eng kuchli nomzod ekan. Chunki Ukrainaga yetakchilik qilib, Rossiyaning hujumiga qat'iy qarshi turib,
öz davlatining mustaqilligini qo'g'dab, mustabid kuchlarning hayvisini yerga urib, dunyo tinchligini qo'g'dashga hassa qo'shgan. Bu yilgi Nobel tinchlik mukofoti nomzodlari ichida Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Xitoy turmusida etayotgan Uyg'ur iqtisodshunos, mashhur siyosiy faoliyatchi Ilhom To'xtum bor. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Norvegiyadagi bir qism siyosiy partiyalar va Kanada parlamentining ba'zi a'zolari tomonidan 2023-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan va bu xabar chet ellardagi Uyg'urlarni alohida so'yindirgan edi. Xabarda ko'rsatilishicha, Nobel tinchlik mukofoti hay'ati har yili degudek kishini hayron qoldiradigan qarorlarni chiqaradigan bo'lib, boshqalar anglab baxmagan tashkilot va shaxslarni mukofotlaydigan ishlari doim yuz berdi ekan. Shunga Volodymyr Zelenskiy bu yil cho'qim bu mukofotni oladi degilimi bo'lmaydi ekan. 2 oktyabr kuni Amerika Davlat Majlisining axborot torida Amerika Davlat Majlisi Xitoyning lobbichilik harakatiga xotim berish kerak nomli bir maqola berilgan bo'lib, maqolada Xitoy Kompartiyasining davlat xalqon bostirishlari va chet elki josuslik faoliyatlariga zarba berayotgan Amerikaning buning bilan qanoatlanmay, Xitoyning yuqori darajalik singib kirish, ya'ni Amerika Davlat Majlisi va hukumatga ta'sir ko'rsatish urinishlarini vaqtida bayqab, uningga ajallik zarba berish kerakligi o'ttirib qo'yilgan. Maqolda ko'rsatilishicha, Kommunist Xitoy Amerikadagi jumhuriyatchilardan va demokratlardan bo'lgan sobiq davlat majlisi a'zolarining ba'zilarini Xitoy hukumatiga foydali siyosat tuzish yoki Xitoy shirkatlarini qo'llashga jalb qilgan bo'lib, ular Xitoy hukumatining himoyasidagi Hikvision shirkatini oqlashga uringan. Shundaqdimi, bu shirkat Xitoyning Uyg'urlarni ta'qib nazorat ostiga ilishga sherik bo'lganligi uchun Amerika hukumati tomonidan cheklangan. Bu maqolda o'zining siyosiy o'rni va qobiliyatini kommunist Xitoyni qo'g'dashga sarf qilg'uchi ham uningdan manfaat ilishga qiziquvchi Amerika amaldorlari qattiq tanqidlangan. Xitoyning davlat manfaati emas, Amerikaning qimmat qarashini qo'g'dash ta'kidlanib, mundaq deyilgan. Xitoy hukumati xalqaro tinchlik va taraqqiyotga og'ir tahdid paydo qildi. Diniy erkinlik va kishilik huquqqa buzg'unchilik qildi. Biz Amerikaliklar butun dunyo va boshqa davlatlarga ulgu bo'lib, bu huquqlarni qo'g'dishimiz kerak. Xitoyni qo'llaydigan bundaq nomussizlik va xiyonatlar cho'qim to'xtatilishi kerak. Bu masala har ikki partiyaning masalasi va bu ikki partiya buni hal qilish loyihasini o'ttirib qo'yishi kerak. Amaliyotda Amerika Davlat Majlisi Xitoyning lobbichilik harakatiga diqqat qilgan. 2023-yili ikki partiyaning ba'zi a'zolari birlik kelib, chet elning lobbichilik harakatini oshkorlash qonun loyihasini tonishtirgan bo'lib, bu qonun loyihasi 1995-yil tuzilgan lobbichilikni oshkorlash qonunining kengaytirilgan nusxasi hisoblanadi ekan. Ammo maqolada ta'kidlanishicha, bunda qonunlarni tuzib qo'yish lobbichilik harakatini oshkorlab qo'yish bilan tub masala hal bo'lmaydi ekan. Bu qonunni haqiqiy ijro qilish va lobbichilik chetilgan Xitoy uchun ishlaydigan Amerika shirkatlari, vakolatchilari va ulardan manfaat oladigan Amerika amaldorlariga chora qo'llanish zarur ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.